endi to'xtab qolmaydi. Hayot davom etadi. Hammasi chiroyli davom etadi. Alloh bizdan kimnidir oldimi? Bu xayrliga, bekorga emas. Nimadandir bizani asragan bo'ladi. Shu narsani men qabul qildim. Nimaga degan savol beriladi o'zingizga-da, nimaga debdi, lekin Naryodan aytar ekan, sabr qilgan. Senga chiroyli narsam bor-da, meni ozgina kutgandirkanda, bu xayrliga va har bitta narsa yaxshiligiga. Allohning ssenariysidan kuchli ssenariy yo'q. Hayotda biza yozgan ssenariyni o'zgartirib bo'ladi. Alloh yozgan ssenariyni o'zgartira olmaysiz. Taqdiringiz kimga bo'lsa o'zgartira olmaysiz. U inson hayotingizda ma'lum rolni o'ynab chiqib ketish kerak bo'lsa chiqib ketadi. Allohning ssenarisida qolish kerak bo'lsa qolinadi. Nima bo'lsa xayrliga. Biz o'zimiz o'zgartira olmaymiz u yoq bu yog'ini o'chirib. Shukr qilamiz bo'ldi. Shunaqa.